Do'stlar, ko'rib turganlaringdek mundial ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Mundialda juda ajoyib o'yinlarni ko'rdik biz. Lekin biz bugun sizlar bilan mundialda bo'lib o'tgan o'yinlar haqida emas, mundialda bir futbolchi tomonidan qayd etilgan rekord va statistikalar bilan tanishtiramiz. Jahon chempionatida eng ko'p o'yin o'tkazgan o'yinchi Lionel Messi 38 o'yin. Jahon chempionati tarixida eng ko'p gol urgan o'yinchi Lionel Messi 21 ta gol. Jahon chempionatlari tarixida eng ko'p assist amalga oshirgan o'yinchi Lionel Messi 12 ta assist. Jahon chempionlari tarixida eng ko'p save qilgan darvozabon Guillermo Ochoa meksikalik 27 ta save. Jahon chempionlari tarixida eng ko'p quruq o'yin o'tkazgan darvozabon Fabian Vertes Fransiya 10 ta quruq o'yin, Peter Shilton Angliya 10 ta quruq o'yin. Jahon chempionlari tarixida eng ko'p kubok yutgan o'yinchi Pele, unda 3 ta jahon chempionatining kuboki bor. Jahon chempionati tarixida eng ko'p finalda o'ynagan o'yinchi Jahon chempionati tarixida eng ko'p finalda o'ynagan o'yinchi Cafu, Braziliya 3 ta final. Jahon chempionati tarixida eng yosh gol urgan o'yinchi Pele 17 yosh 239 kunlik. Jahon chempionati tarixida eng qari gol urgan o'yinchi Roju Milla, Kamerunlik 2 yosh 39 kunlik. Jahon chempionati tarixida eng ko'p jarimadan gol urgan o'yinchi Roberto Revellon, Braziliya 2 ta to'g'ridan to'g'ri jarimadan gol. Jahon chempionati tarixida eng ko'p penaltidan gol urgan o'yinchi Lionel Messi 7 ta penaltidan gol. Jahon chempionati tarixida eng ko'p bosh bilan gol urgan o'yinchi Miroslav Klose, Germaniya 7 ta bosh bilan urilgan gol. Jahon chempionati tarixida eng tez yugurgan o'yinchi Kylian Mbappe 37 km 6 taqsim sekund. Jahon chempionati tarixida eng bo'yi pas gol urgan o'yinchi Cristian Lara, Ekvadorlik, uning bo'yi 1,62 m bo'lgan. Jahon chempionlari tarixida eng ko'p finalda gol urgan o'yinchi Kylian Mbappe 4 ta finalda urilgan gol. Shunday qilib biz jahon chempionatlarida mana shunday statistikalar bor. Video yoqqan bo'lsa, albatta izohlaringizni kommentariyada kutaman. Hammaga rahmat.